Qizlar, Zarif. Menga srochno yordamingiz kerak. Erim ikkinchi xotinga uylanmoqchi. Men o'zimga qarashim kerak. Lab, yuzimga nimalardir qilib bering srochno. Nima? Eringiz ikkinchi xotinga uylanmoqchimi? Voy, men kutib turaman sizga Zarif aka. Yoting. Rahmat sizga. Yoting. Rahmat. Bo'la qoling, yoting. Eringiz ikkinchisiga uylanmoqchimi? Xohlasangiz meni uni o'ziga keltirib bergan zo'r razborka qiladigan talpam bor. Yo'q, menimcha mana shu botoks bilan lablarim hozirgi vaziyatdan chiqishimga yordam bersa kerak. Mayli, siz-chu menga aytasiz, xo'pmi? Voy, rahmat. O'ziga keltirib qo'yamiz bu gapni. Voy rahmat qizlar, shunaqa chiroyli bo'ldi. Baribir ham bizda ayollar bir-birini tushunar ekan. Lekinchi o'zi aslida meni erim ikkinchi xotinga uylanmoqchi, bas men shunchaki samolyotga kech qolyapti. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Men teatristga masalan yomon gapirish ko'rsatmayman, samolyotga chiqaring yo'qmi? Hech qachon mana shunday oddiy qilib videoga olmang. Men sizga hozir qisqa vaqt ichida qanday effektli video olish mumkinligini ko'rsataman. Medlenniy rejimiga o'tamiz va 2x ga o'tkazamiz. 4K ga 120 kadr bo'lishi kerak bizda. Faqat oyoqni syomka qilamiz. Yuring. Mahbuba, yuring. Keyingi kadrimiz oldidan shu planda proxodkasini olamiz, ya'ni menga qarab effektni yurib beradilar. Keyingi kadrimiz 4x da, ya'ni maksimalniy zoomda. Joyimizdan siljimaymiz. 1, 2, 3 ketdik. Eng oxirgi kadrimiz orqa tomondan olamiz. Zamedlini 2x. 1, 2, 3 ketdik. Sal sochlar uchirib yuramiz. Kurmanji hara gule hara dilemine Varabamın gule ezbete tümemme gule tucanımın. Ha, iftorgami? Ha, meni gilom ko'rib yurdik-da. Ha, hozir to'xtaman. Keyin bilan gaplashaychi. Ha. Yana o'rtoqlar iftorga chaqirishyapti. Ha, bo'pti, boravering. Borgim yo'q. Ha, boring, nima bo'pti, boravering. Ya borgim kelmayapti-da. Narsa bor. Ha. Balo bormi iftorda? Nima bor iftorda? Nima bo'lsa shu to'rttalaring bo'lib yig'ilib o'tirib olsalaringda, mayta bilat xalida chegirmalar ketyapti. Menga undan ko'ra chegirmada gilomlar olib bersin. Oshcha puli yo'q iftorga. Bormaydi. Undan ko'ra ro'zg'orga qarasin. Ro'zani kunida, uyda o'tiringlar, qisib. Ha, ko'ryapsan-ku, endi gapni gapga qovushtirmaydi. Bo'pti, bugun bora olmas ekanman. Ha, mana shu yoqdimi? Ha, menga ham shu yoqdi, zo'r ekan, ha. Bunda yana ko'raman. Bular ham chegirmada ekanmi? Hammasi chegirma. Mashhurapan Turkiyani aspindoz gilami boru qora. O'shani kelgan klientga majburlab bo'lsa ham soting. 1 yildan beri asadga bo'lib turibdi. Keling. Men gilam ko'rmoqchi edim oshxonamga. Deychi, razmeri kichkinaroq bo'lsa, oshxonam razmeri mana oshxonangiz kichkinami? Mana konkret mana shu sizga rosa mos tushadi. Turkiyani aspindoz brendidan 2000 zichlikda mana nimasi ham tarkibi bambuk. Rosa zo'r gilam. Qora ekanda, unga tushmaydi. Kirchim olganada yaxshi-ku, yo'q tushadi. Qora kimay sizga tushmaydi. Hamma yo'qqa tushadi. Qanday u pastegilarni ham ko'raychi. Siz pastegilarga qaramang, mana unga qarang. Siz munqaring, soch o'xshaydi, munqaring yumshoqdagi jabsa mana atvam yetvoraveradi, kuxnyada ishlataveradi, sochi qora ekan. Nimaga buni hadib o'tkazishga harakat qilyapsiz? Qora eng zo'r, mana qarang, zo'r nimasi. Bolalaringiz kaka-paka qilib qo'ysa ham mana zo'rda, mana chunki dog'i ham bilinmaydi, hech nimasi bilinmaydi. Nimaga men buni olishim kerak? Menga boshqa shuni sot deganda, endi mana nechidan beri turibdi-da, satga mana nima qilay, menga ham zarilmaydi, sizga metigallimi deb o'rtoq. Oldigan dollar. Вот скотина, вот mana olmayapti-da, mana olmayapti-da, nomerimni mana ko'rib turib olmayapti mana hozir. Mashqay qo'qib ketdim. Nima bo'ldi? Nima baqiryapsiz? 1,5 yildan beri orqasidan yuguraman. Qanaqa insof ekan, mana oyog'im bilan berib, qo'lim bilan mana yuguradigan zamon bo'lib qoldi-da. Mashhura shu maqolni teskari aytmadingizmi mabodo? Farqi nima? Unaqalarga umuman o'zi maqolam xayr. Nimaga olmaydi? Qarzi bormi? 100 ming olgan, 1,5 yil bo'ldi. Ha, nomeringizni skrit qilib telefon qiling, bilmasdan oladi. Skritimi? Rostana? Qanaqa qilib qiladi? Menga ham o'rgating. Shunchaki kod bilan raqam terishdan oldin reshotka qo'yasiz. Alo. Olarkansan, bir minut kelaman. Nima olyapsan? Nima olmading? Mana nomerimni. To'xtab tur.
Menga o'xshab pulini undirolmayotganlar videoni saqlab olinglar. Alo, qachon berasan 100 mingni? Ha? Mana bunday uchar ko'ylaklarda video va rasmlar qanchaga tushadi? Videoni oxirigacha ko'ring, aytib bering. Qoratanlikka ko'kimni umma o'tirmasdan nima deysizlar? Qadr bor deyapti. Payment with her. Money. Money. Payment. Dadasi, my husband. Money. Money to'lavering. Qancha ekan? Bilmayman. Endi shuncha ekan. Endi $100 ekan, xolos. Bu zato orzular amalga oshishi uchun yo'l. Bizi pulga 950 ming bo'ldi ikkalamizga. Ko'ylak arendasi, fotograf, kirish, zo'r bo'pti. Bu joy Balida Sven Heaven degan lokatsiya. Mana shunaqangi ko'plab fotozonalar va bu yerdagi yigitlar juda ham chiroyli qilib siz rasm videolarga olib qo'yishadi. Lokis. Bo'ldi, qiling menga sovg'a jo'natavermang. Men sizdan xafaman. Ayamkiga ham kelmay olgani. Yig'lama. Sen nima yig'layapsan? Nima bo'ldi? 8-mart kelmasdan sizga shuncha padarga. Hatto meni yigitim ham yo'q. Voy asolim. Voy, Sol, balandroq gapirgin. Ovozingni qaramcha past. Erkaklar sani borligingni qatdan bilsin. Ichingda gapirasanmi nima bo'lasan? Bunday baland dadil bo'lgin. Xafa bo'lmayu, nimendir nitoda sani. Bir ozishing kerakmi nima balo? Yo'q. Nabarot, cho'p bo'lib yotibsan. Sen semirishing keraksan. Shun kerak. Nimadir nitoda? Yo, sasiysanmi? Yo'q. Ayol kishi o'ziga uveren bo'lishi kerak. O'zini yaxshi ko'rish kerak. O'shanda boshqalar ham uni yaxshi ko'radi. Mana qara, Kamilfoni yaxshi ko'rishimni bilib turib, sovg'alar jo'natyapti mana. Voy opa, tupurmay gapiring. Yo, tupurib gapirish kerak, yo ondan gapirmaslik kerak. Senda unisi ham yo'q, bunisi ham yo'q. Ochasingni tupurib qo'yay. Menga o'xshab sovg'alar olib yurasiz. Voy opa, yaxshi kunlaringizga ishlating. Buni qo'yinglar. Kechani uni istoriyasini menga direktda tashlashibdi. Shunda kirsam, ko'rgan deb o'poldim-da endi. Voy, nima bo'ldi? Voy, chiqib ketdim, srazu chiqib ketdim. Ko'rmadim oxirigacha. Mana hozir ko'ramiz-da. Yugursikdan. Levidan. Davay, yo'q. Qo'ying. Qashunda turganini aytmaysizlar? Qo'ying. Voy, bolani bilaman dedim. Roman yozganman. Voy, voy, tavba. Xuddi o'zi bir nima ochgandek bir. Ustozim nima qilasiz? Ushlab turib, axvatini oshirib, qo'yib yuborsiz. Qo'yib boring. Jim. Juda buyuk odam bo'lgan ekan. Voshi, yillab o'ylagan ekan bu planni. Nestvanda qurgandek bo'ldi, Toshkentdagi. Faqat temanglar, xo'p, ko'ring, prosmotrni oshirib qo'ymanglar. O'sha. Sizlarga nimikini? Opa, jim o'tiring. Sizga qiziqmas bo'lsa bizga qiziq. To'g'ri qilib, birinchiga siz-chi. Tavba. Gaplarimni qarang. iPhone telefonda hamma ham ishlatishi mumkin. iPhone telefonga hammani ham qurbi yetadi, to'g'rimi, olishga. Asnomnom u telefon vazifasini bajaradi odamlar uchun. Lekin mobilograflar uchun bu daromad manbai. Bitta oddiygina iPhone orqasidan men hozir shu darajaga yetdim va bittagina iPhone orqasidan juda ham katta daromad qilsa bo'ladi. Oddiy telefon ishlatadigan odam bilan mobilograflarda farqi shundaki, ular iPhone'da nastroykasini bilishadi. Kamerasi nastroykasini bilishadi. Asosiy kameramiz nastroyka ko'rsatkichlari. Agar siz shu ko'rsatkich yoqiq turgan holatda video syomka qilib, ijtimoiy tarmoqlarga joylasangiz, sizni kачествоsi buzib beradi. O'zi sizlar ko'rayotgan har bitta sekundli video mana piksellarda bunday jamlaganda o'shalardan iborat bo'lgan bo'ladi. 1280 ga 720 tasviri eng minimal tasvir hisoblanadi. Bu degani eng yomon качество degani.